Hazreti İsa bu sözlerini kılgandan keyin gözlerini erişke tikip mundaq dua kıldı. Ey ata, mening vaqt soatim yetib keldi. Sen oğlunun uluqluğunu ayan qılgın. Bunun bilan oğlunmu uluqluğunu ayan qılsın. Çünkü sen onunğa bütkül insaniyetin üstün hukuk ata kıldın. Bunun bilan sen onunğa bergen adamlarning hammasiga manguluk hayat ata qilsin. Manguluk hayat bo'lsa, haqiqiy birdan bir Xudo seni ve sen evetken İsa Mesihni tanıştır. Sen bana buyurgan hamma ishlarni o'rindash bilan sening ulug'lig'ingni yer yuzida ayon qildim. Ey ata, sening yaningga qaytganimda dunyo opirdi bo'lishdan burun biz bahramon bo'lgan ulug'liqdan meni qayta bahramon qilgaysan. Sen bu dunyoda menga tanlab berganlarga seni ayon qildim. Bular seninki edi. Bularni menga berding. Bular sening so'zingga amal qildi. Ular sen menga bergan hamma narsalarning seningdan kelganligini endi bildi. Chunki sen menga qilgan so'zlarni ularga yetkizding. Ularmi qabul qildi. Senden kelganligimni haq deb bilib yetdi. Hamda meni avatganligimga ishondi. Bularga duo qilaman. Bu dunyoning odamlarga emas, balki sen menga bergan odamlarga duo qilaman. Chunki ular seninkidir. Meningki seninkidir. Seninki bo'lsa meninkidir. Mening ulug'lig'im ular orqali ayon bo'ldi. Men endi ayrilish oldida turaman. Ularni bu dunyoda qoldirib sening yeningga ketyapman. Ey muqaddas ata, ularning sana bo'lgan sodiqligini saqlag'in. Biz ikkimiz bir bo'lgandek, ularmi bir bo'lsin. Men ular bilan birga bo'lgan vaqtimda ularning sana bo'lgan sodiqligini saqladim. Ham qo'g'didim. Ularning ichida halokat yo'lga mangan kishidan boshqa birimi yo'qolmadi. Muqaddas yozmalardiki, menga saqillik qilgan kishi to'g'riliq aytilganlarning amalga oshirilishi uchun o'shundoq bo'ldi. Mana endi sening yeningga ketaman. Ularning qalbida mening xushallig'im to'lib toshsin deb bu so'zlarni dunyodagi vaqtimda so'zladim. So'zlaringni yetkizdim. Bu dunyoning odamlari ulardan nafratlendi. Chunki men bu dunyoga mansub bo'lmaganimdek, ularmi bu dunyoga mansub emasdir. Ularni bu dunyodan ayirib deb emas, balki shaytondan saqla deb tilayman. Men bu dunyoga mansub bo'lmaganimdek, ularmi bu dunyoga mansub emasdir. Ularni haqiqatin orqali o'zingga otug'izgaysan. Chunki sening so'zlaring haqdir. Sen meni dunyoga avatganingdek, menmi ularni dunyoga avatdim. Ularmi o'zlarini haqiqiy otsin deb o'zimni sana atayman. Men ular uchunla emas, yana ularning yetishtirgan so'zlarini anglab, menga e'tiqod qildiganlar uchunmi duo qilaman. Ularning hammasi bir bo'lsin. Ey ata, sen menda, men senda bo'lgandek, ularmi bizda bo'lsin. Shu orqali bu dunyoning odamlari meni sening avatganligingga ishonsin deb duo qilaman. Biz ikkimiz bir bo'lgandek, ularmi bir bo'lsin deb sen menga bergan ulug'liqni ularga ato qildim. Men ularda, sen menda. Bu ularning ittifoqligining mukammallashishi uchundir. Bu dunyoning odamlari shu orqali meni avatganligingni ham meni sevginingdek menga e'tiqod qilganlarni suydiganligingni bilsin. Ey ata, sen menga bergan kishilarning hammasining men bilan bir yerda bo'lishini ham ularning ulug'lig'imni ko'rishini orzu qilaman.
Bu dünya apırdı buluştun burun. Beni söygelligin üçün bana begen uluqluqdur. Ey adıl ata, bu dünyanın adamları seni tanımaydı. Ama ben seni tanıyman. Şagirdlerim meni senin evetkelliginni bilidi. Ben seni ulağa ayan kıldım. Yana davamlıq ayan kılıman. Bunun bilen bana boğan mehir muhabbetin uladı bolsun. Hem men mu uladı bolay.